Yana meni hikoya aytqizadigan bo'lding-da. Ajib ondan qiptimi? Sulaymon shoh zamonasida insonlar orasida emas, hayvonlar orasidami inoqlik hukm surgan ekan. Bo'zak qiling'uchilarmi, bo'zak qilg'uchilarmi asosan yo'q ekan. Hayvonot dunyosida cho'ng hayvonlardan faqat eshaklar ancha-muncha bo'zak qilmadi ekan. Eshak mungizimning yo'qligi mushundoq bo'lyotdi deb o'ylab, podshohga arz qilib beribdi. Dağıt podshohi olam. So'zla. Sen çoğun boğdum bilen qo'limiz qurolum yo'q. Ben qirilib ketdim. Menden neçez kichik hayvonlarmi meni ani topshidi. Şuna Seni zodi kim bo'zak qildi? meni bo'zak qilganlar Bektola. Tilingni chaynamay demamsan. Javobgarni aniq etmasang, davoni qandoq so'rg'ili bo'ladi? İş qilib, men bek azorga ketdim. Mungizim bo'lgan bo'lsa, bundoq kunga qolmasdim. Maqsading mungiz talab qilishmidi? Shundoq shay. Sal tahqir qilibdi. Allah! Fuqroyim eshakning tiligini ijobat qilib, uningga bir mungiz ato qilgaysan. Mungizim mahvoldi. Mungizim mahvoldi. Kiren oçu bosa. Mungizim bosa. Benim bak. Tutumu. Buraya ana kırmızı. Nimaga? Eshak aslida urush qaqdimidi. Mungizga yig'ib olgandan keyin texmi betar ishib ketdi. O'zining tanqislik bilan so'qishdiga bir gap. Yomon yeri kichiklarnimi, yovvoshlarnimi bo'zaq qilib ketdi. Shunga adolatingizni sig'inib keldi. Bu bedbaxt! Eshak darhol o'z o'rniga keltirilsin. O koryus! Günahını bilemsen. Bırak. Zamanı al onun müngizi yutlaşsın. Hop! Vay can, vay. Xuda sana bölüp müngiz vermepti. Bugünden tatip erkinlikten mehrumsen. İnsanlığa kul bulup ötkeysen. Bağıval boldu. Bağıval boldu. Shundoq qilib, eshak yanala mungizsiz qopdi. Ham insonlar uchun ishlaydigan qulga aylanib qopdi. Rost gapmi buva? Rost deb tushansang rost, yolg'on deb tushansang yolg'on. Eng muhimi bu hikoyaning mazmunini reallikqa tatbiqla. Tatbiqlay olsanglar bo'lg'ini. Bir tatliq uxlab ketganni buning. Tova. Odamning zavqini mevadan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan nari tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'otmasam uxlaveradigan o'xshaydi. Uyg'otib bitay. Tomaris? Tomaris. Hey Tomaris. Tur qizim o'rnidan tush yo'lay dedi. Odamni
to'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'la qizim. Yuz ko'zingni yuvib, keyin ichib ol. Acip eski babam kelsin. Mo'vi jinni, tillavatамsan meni? Ya, çıkışıp da koydum apak baba. Qo'lig'ini buning. Çayımı içip oldum baba. Cheni ish bo'lgan bo'lsang, talog'i chiqib o'ynab kir. Ben çıkıp gelsem zerikmemsin. Zerikmayman. Zeriksiz baba. Bo'ldi, chiqayver. Yok, sizge hemrah bolaman. Jinim bolam, sen chig'ingda mening g'imimni yeyapsan, ha? Men yolg'izlikqa ko'nib ketgan, chiqayver, hech nima bo'lmaydi. Yok, işim boladı. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib beralayman? Kızık hikayelerini istememsiz. Voy, ajab biroq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Senchu, sen menga nima qilib berasan? Ben sizge nakşi içip vermem. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan. Bilmeyci. Ya seydirgengen cikkada nakşirim var mıyım? Oy. Ama siz hikayenizi boşlama baba. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Nasıl? Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi to'nirga o'xshash qizitib ekan. Bu harorat taftidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqitdi-da, margan o'z mahoratini ish qilsabdi. Qiraloq qarg'aldi. Voy xudo, qandoq qilishdi? Qo'ymaydi. Yo Rabbi, it tushiribdi. Barakalloh. Hurro! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni atma. Quyosh tushib ketdi. Nimadan tushib ketdi? Qiraloq, quyosh to'qayni yutib ketyapti. Qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mukib olgan bo'lsa kerak. Biz otmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shunda qilib kishilar chin dilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim chaqiribmi beqibdi. Biroq quyosh zoda chiqqili unimabdi. Yana bir muncha talash tortishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yanada chiqqili unimabdi. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Ay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab bering. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj. Shunga men quyoshni butkul mavjudot nomi deb chillayman. Shunda qilib xo'rozning chillishi bilan quyosh chiqibdi. Xo'roz bu ulug' kunni aslab
ta hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, xo'roz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan o'rinlarni chillaydi.